yaqiningizda his qilayotgan bo'lishinglar mumkin do'stlar, mayli qiz mayli o'g'illar bo'lsin, cho'nglar kichiklar bo'lsin, shu badanda jingdiyanni og'ib qilayotganligini. Biroz o'zaro ko'rishgan vaqtinglarda yoki bo'lmasa bir ishlarni ichib kirgan vaqtinglarda, bir yoki teketgan vaqtinglarda qo'linglarniki bek tokni soqqan qitimsan bek jiq uningsi bek kuchlik ashtaqiliq bir yana ansirab qo'qab tutanmay tok soqab. Buning asosiy sababi do'stlar, hozir kuz fasli bilan qish faslida jiqroq shu jingdiyan shaklida badanda va qurg'oqlashgan vaqtda, bekrak qurg'oq vaqtda. Andan keyin ma badanniki bizning kiyim-kechaklar, masalan, nilon kiyim-kechaklar badan bilan surkalgan vaqtlarda kiyib silib degandek. Ham kiyimni bir qadar jiqroq kiyimiz shularni surkilishdi degandek. Bayatni taq o'zimiz to'ksa qo'ydim, sizlarga deb birotiman. Buning ham qanday oldini olamiz, diqqat qilamiz degan vaqtlarda bek oddiy bir usullar va unum deb birman. Bo'lsa oilada shu charshchi havoni namlashtiradigan narsalarni ko'proq ishiltinglar. Havoni namlashtirib, masalan, kech to'lamda oil uxlagan vaqtinglarda degandek. Biz ham Shinjongning sharoitida havoniki klimat intayin qurg'oq hammalarga ayon. Shunga bizda bekrak kuchlik bu. Andan keyin yana birisi ham shu kiyim-kechaklarni tanlagan vaqtinglarda amal va paxtaraqninkini 100% paxtaraqniki kiyim-kechak bo'lib, ma ish kiyimninkini ashta tanlanglar. Andan keyin oddiy bir usullarni deb birman. Ashtaq bek so'qayotgan vaqtda ashtandan foydalanib qilsanglar bo'ldi. Oilada hammalarda ochiqish bor. Ochiqishni do'stlar, ham tarafga cho'qim metal bo'lish kerak. Orqa sulyo bunda ochiqishlar bor, u bo'z bo'lmaydi. Ashta metal ochiqishlarni bir qo'lingizda tutib turib, ashta ishqning tutqichlariga yoki bir to'malarga tekkizib birab turasanglar, bu yo'qdigan bir yaxshi usul. Andan keyin ishta qo'llarga xush-xush qo'lni silqlashtirgan maylar va ashta maylarni jiqroq surulanglar. Andan keyin yana birisi oilada mustaqillikqa yo'qonlarga yoki boshqa narsa ishlatilgan may tenchi bor. Shuningki, pilos tarafini badanga qo'linglarga bir 2-3 qitim orqadan sukab pasanglarmi, buningki yo'qtish unumi intayin yaxshi. Yana birisi ham sirti bo'lib qolsanglar do'stlar. Masalan, tom bo'lib qolsa, tomni birdan tutib yotgandan keyin, undan keyin boshqa narsalarga tegsanglar, bunda tok so'qmaydigan İşte jiq foydasi bor. Mana bilinglar, ammo qish faslida jiq yuz berdi, bunda tok so'qadigan hadislar. Ba'zida jiq qattiqroq bo'lib qolganda xil odam cho'chitgidek so'qadi bu. Nosti qitim san bekchi qolib ketsa, ansirab bir yanim tutanmoqdek holat kelib qoldi odam. Shunga do'stlaringlarga avaytib biranglar, mushtaq do'stlar intayin jiq cho'qim. Diqqat qilib ishlarni bilib olsin. Bular videoni ko'rishlar do'stlar. 记得点赞关注哦。